Masala sharti aytyapti. 1 kilogramm uzum hamda anjirning narxi mos ravishda 16 ming so'm. Jami 8 kilogramm meva olindi va 120 ming so'm pul to'landi. Uzum hamda anjir qanchada olinadi deb so'rayapti. Xo'p, uzum demak x kilogramm olingan bo'lsin, anjir 8 minus x kilogramm olingan bo'lsin. Ana endi uzumga 14 mingdan to'laymiz. Anjirga esa 16 mingdan to'laymiz. Bizda jami 122 ming so'm bo'ldi. Xo'p, endi qo'shib yuboramiz bir-biriga. Xo'p, 14 ming x qo'shilgan 16 ming ko'paygan 8 ming x barobar 122 ming. Masala bo'lishi uchun nollarni qisqartirsak bo'ladi. 14x plus 16 kere 8 128 minus 16x barobar 122 minus 2x barobar minus 6 x barobar 3 kilogramm. Ya'ni 3 kilogramm uzum va 5 kilogramm anjir olingan ekan.